Salom do'stlar, sizlar bilan men Abdulhamid. Bugungi videoda yangi chiqqan akkauntimda hozir bu Roblox haqida akkaunt ochdim. Shu bugun sizlar bilan hozir Roblox o'ynaymiz va o'yin boshlandi. Xo'sh. Bu Bellingham, okey. Bellingham. Endi kim? Salah. Karim Benzema. Oh. Benzema, okey. Hop. Endi kim? Yana Karim Benzema. Xo'p, shu yerda to'xtaymiz. Yaxshi. Karim Luka Modric 17 dan bor. 2-1. Hop. Mana do'stlar. Luka Modric endi yana Karim Benzema 17 roda ham bor ekan. Ulgursa bu. Hoppa. 1 soniya qolganda ulgurdik. Yaxshi. Endi yana Karim Benzema. Ketdi, mana shu yerda to'xtaymiz. Boshqa uzoqroq ekancha. Arqamizda Ronaldo. Hop, Lionel Messi. Hoppa. Do'stlar, sizlar ham kommentariyaga yozib qo'yinglar. Ronaldoning fanatimisiz yoki Messini? Men esa Ronaldo. Las ketdi. Hop, mana endi. Bunga klub va idrotlar hamma ketyapti. Ketdi. Hop, endi Kevin De Bruyne. Okey. O Mbappe bor ekan. Bu safar qo'pqonli. Son. Okey. Mana Son. Son. Muhammed Salah. Tayyor. Ketdi. Hop, yana Muhammed Salah. Hoppa. Endi kim? Rodri qayerda qoldi? Yo'q. Topaldim. Sariq rangli. Rodri. Muhammed Salah. Hoppa. Muhammed Salah. Arkada kimlar bor? Hech kim yo'q hozircha. Yana Muhammed Salah. Tayyor. Shunday qilib do'stlar, hozir videoni tugatamiz. Agar video yoqqan bo'lsa, albatta like bosing, obuna bo'lib qo'yishga sanchmasin. Unda xayr do'stlar.